بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 334 bob Bobul bino qilish bobi. Bu Muhammad ibn Hilaldan ekan. Annahu ra'a hujara azwajin nabiy sallallohu alayhi va sallam min jaridin masturatin bimasuh ash-sha'r. فسألته عن بيت عائشة قالت كان بابه من وجهة الشام فقلت مصراعا كان أو مصراعين قال كان باب واحد قلت من أي شيء قال من أرعر أو ساج. Muhammad ibn Hilal degan odam Nabiy sallallohu alayhi va sallamni juft halollari onalarimizni hujralarini ko'rgan odam ekan. Ravi o'sha odamdan so'rayapti ekanki, aytib yurar ekan u odam. O'sha onalarimizning hujralari xurmoni po'stlog'idan, shox-shobbasidan qilib hujra qilingan edi. Shundan qurilgan edi. Ana shu nimalarni tiklab turib, atrofiga jundan qilingan matoni tirkab aylantirib, demak, qora uyga o'xshatib qo'yilgan edi deb aytgan ekan. Shunda ravi aytibdilar-ki, shunda men u kishini Oysha onamizning uylari qanaqa edi deb so'radim. U aytdiki, Oysha onamizning uylarining eshigi Shomga qaragan edi, Shom tarafda edi. Hujraning Shom tarafida edi. Shunda bir tabaqalimidi, ikki tabaqalimidi deb so'radim dedilar. Haligi odam aytdilar-ki, yo'q, bitta edi. Kichkina eshik ekan-da. Bitta edi. Nimadan qilingan edi? Desa, aytdilarki, soj degan yoki ar degan yog'och. Bu o'sha yerning yog'ochlari endi, qattiqroq yog'och bo'ladi, ayniqsa sojni Hindistondan olib kelishgan. Mana bu rivoyatdan ko'rinib turibdiki, Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning uylari nihoyatda sodda bo'lgan. Endi u yerda daraxtni ko'p daraxt hisoblangan xurmo, shu xurmoni shox-shobbasidan, po'stlog'i qalin bo'ladi, uni ko'chirilib olganda shunga o'xshagan nimalaridan tiklab turib, undan haligi ustunlarini, boshqa taraflarini qilib turib, bir-biriga bog'lab to'sish uchun jun matoni demak ishlatilgan ekan. Eshiklari bir tabaqalik, demak kichkinagina eshikchalar bo'lgan ekan. Bundan payg'ambar alayhisolatu vassalom u kishini azvoji mutahharatlari, onalarimiz o'ta sodda bir hayot kechirganliklarini ko'ramiz. Albatta o'sha vaqtida mana shuni ko'pchilikni demak turar joylari ham shunaqa bo'lgan. Lekin payg'ambar alayhisolatu vassalom undan yaxshilab olsalar imkonlari bor edi, qilishlari bo'lar edi, lekin o'zlari bilan birga yurgan sahobalardan ko'ra afzalroq yashashni ravo ko'rmaganlar, juda sodda yashashni o'zlariga ep ko'rganlar. 777-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la taqumus sa'atu hatta yabniya an-nasu buyutan yushunaha washyal marahil. Qala Ibrohim, ya'ni as-siyab al-mukhattata. Rasululloh akram alayhisolatu vassallam aytdilarki, odamlar uylarini xuddi kiyimlarni bo'yagandek bo'yaydigan bo'lmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi dedilar. Demak, o'sha yuqoridagi vasf qilgan hujralarni bo'yash hech kimning aqliga keladigan narsa emas-da. Demak, kelajakda odamlar bunaqa sodda yashashdan chiroyli uylar qilishga o'tib ketadi. Uylarini shunaqa rang-rang qilib bo'yashlarni da musobaqalashadi. Ana shu demak qiyomatning yaqinlaganligini alomati bo'ladi degan ekanlar Rasululloh alayhisolatu vassalom.